Assalomu alaykum. Mana bugun tug'ilgan kunni nishonlab, oilaviy hammamiz o'tirdik. Birgalashib, og'iz ochib, Xudo xolisa hayitga tayyorgarlik boshlanib ketdi. Tug'ilgan kunim baysida bo'lib qolganim uchun hammamiz birga o'tirmadik. Ham Alisher Buxoroda edi. Mana u ham Buxorodan keldi. Birgalashib hammamiz o'tirdik, og'iz ochib, hamma birgalikda 62 yoshni nishonladik. Bundan keyingi yillayam, tug'ilgan kunlayam, hayit bayramlayam hammamiz birgalikda shunaqa kutishli nasib bo'lsin. Bolalarimiz hammasi baxtli, saodatli bo'lib orqamizda qolsin. Shularni baxtini, kamolini ko'rib yurishlik nasib bo'lsin, ilohim. Yaxshi to'ylar qilaylik. O'g'il qizlarimiz chiroyli o'shangaligi kelin kuyovda bo'lishsin. Shularni xursandchilik kunlarida birgalashib, bosh bo'lishib yurishlik nasib bo'lsin, ilohim. Hammanglarni bahor ayyomi kelayotgan hayit bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Hammanglarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. I love you. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman.